Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi aynan o'zbek tilida o'zbekchani tushunadigan vatandoshlarimiz uchun bugungi videomiz juda ham foydali bo'ladi. Agar siz internet sahifalarida yangi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Men doim foydali gaplarni va sizlarning huquqiy bilimlaringni oshirishga harakat qilaman. Demak, Rossiya hududida aynan Tojikiston fuqarolari orasida juda ham moda bo'lgan nima? Ism familiya almashtirib kelib Rossiya hududiga boshqatdan boshqa ism familiya bilan kirish. Qirg'iziston fuqarolari orasida ham bu urf bo'lgan, chunki zapret bo'lgandan keyin qaytib kirish uchun ko'pchilik shunaqa qilishgan. Avvallari shunaqa edi. Demak, 2025-yildan beri tashqi ko'rish, ya'ni tanish orqali kameralar shunaqa nima qilindi, o'rnatildi. Rossiya hududlarida o'sha hamma joylarda ishlaydi. Ayniqsa chegara hududlarida tashqi ko'rinishni aniqlash va o'xshash chehralarni topish kameralari. Va bu Rossiya hududiga noqonuniy kirmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizni aniqlashda juda ham katta foyda beryapti va aynan Tojikiston fuqarolari orasida urf bo'lgan, chunki u yoqda ism familiya almashtirish juda oson bo'lganligi uchun deport bo'ldi, sirasi chiqib ketib Rossiya hududiga boshqa ism familiya bilan kirishadi va oldinlari 2021-yillarda ham bemalol patent olishlari mumkin edi. Bu orada dastiklopitskiy karta, ya'ni отпечатка пальца, barmoq izlarini bazaga kiritish tashkil qilingandan keyin sekin-sekin ism familiya o'zgartirib kelganlar, iloji boricha patent olmasdan studentskiy yoki boshqa xil dokumentlar orqali qonunni chetlab o'tishga harakat qilishdi. Buni ham yo'lini topishgandan keyin o'sha yildan yilga rivojlanish bo'lganligi uchun, masalan, bilsanglar 2020-2023-yilda ham masalan tashqi ko'rinishda biladigan kamera yo'q edi. Millatni aniqlaydigan tashqi ko'rinish, o'xshash chehralar topadigan kameralar yo'q edi. O'sha 2025-2026-yilda juda ham rivojlandi bu narsa va biz hududda kira olmayapmiz. Deport bo'lib ketdik, ism familiya almashtirib kelmoqchimiz, lekin kira olmayapmiz. Ayollar ham O'zbekistonda ko'pincha ism familiyasini o'zgartirib yoki erini yoki qizli familiyasiga qaytib o'tib kirishayotgandi Rossiya hududiga. Kirishlar kamayib ketdi, chunki rivojlanish kuchayib ketdi va Rossiya hududiga kirish hozirda mumkin emas. Keyin ham yana bitta qonun o'ylab topildi Rossiya hududida. Bu qonun SNG davlatlariga petitsiya jo'natilgan, ya'ni hududdagi hududiylarda bizni hududimizga zapret bo'lgan odamlarni samolyotga chiqarmanglar. Bu bizni ish kuchimizni, vaqtimizni olyapti. O'shaning uchun chiqarmanglar deb zaпрос jo'natib qo'yilgani va tasdiqlanganligi uchun odatda O'zbekiston sizni samolyotda uchishga qo'yishmaydi. Aytishadi, sizga mumkin emas, zapretingiz bor, ucha olmaysiz deyishadi. Ko'pchilik nima uchun deyishadi. Ba'zilar tushunishmaydi nima uchun bo'lganini, chunki siz Rossiyada zapretsiz deb qo'liga qog'oz berganda ham ishonishmaydi ba'zilar telefon qilib, "Men alimentim bor, xotinim qilyapti" deb o'ylaydi, lekin tekshirsak Rossiya hududida zapret bo'ladi. Rossiya hududida zapretni oldinlari MVD orqali обычный saytdan bemalol tekshirsa bo'lardi. Ko'pchiliginglar shu haqida video ham qilishgan. Просто так MVD проверка запрет deb Google'ga, Yandexga yozsanglar, ko'k znachokli sayt chiqardi va bemalol siz tekshirishingiz mumkin edi. U yerda ha yoki yo'q deb yozilgan va shahar yozilgan bo'lardi, atvetlar. Zapretingiz bor, ha, bor, mana shu shaharda deb yozilgan bo'lardi. Eslasanglar agar, kim eslasa yozsin kommentariyaga. Hozir esa o'sha programma ham olib tashaldi. Hech kim hattoki samolyotda unaqa aviachipta sotadiganlarda ham unaqa dostуп yo'q. Endi bor dostуп. U Rossiya o'sha dostupni ichki ishlar O'zbekiston pogranni chegara qo'shinlariga berib qo'ygan, chunki ular Rossiya hududida zapreti bor odamlar Rossiya hududiga kirgizmasligi uchun. Yana bitta narsani hisobini olinglar. Rossiyadan zapret bo'lgan bo'lsanglar, Belorussiyaga ham avtomatik kira olmaysizlar. Belorussiya sizlar O'zbekistondan Belorussiyaga uchishlarga yo'l qo'ymaydi agar Rossiya hududida zapretinglar bo'lsa. Demak, sizlar O'zbekistondan ham ucha olmaysizlar. Qozog'istondan ham Belorussiyaga ucha olmaysizlar. Qirg'izistondan ham ucha olmaysizlar. Ovora bo'lib, Belorussiyaga uchib, Belorussiya orqali Rossiyaga o'taman deb ovoragarchilik qilib o'zingizlarni qiynamanglar. O'shaning uchun bundan buyog'iga rivojlanish kuchayib ketdi. Bunaqa holatlarni oldini olib kamaytirishganligi uchun yana Rossiya hududida reyestr ham aloqaga qo'yildi. Ya'ni shu ma'lum xizmatlardan foydalana olmaysizlar reyestrida va bu
o'z-o'zidan Rossiya hududini tark qilishingizga majbur qiladi. Chunki siz ofitsialniy hech qayerda ishlolmaysiz, ofitsialniy pul ola olmaysiz, sizni kartangizga pul tushmaydi, bankovskiy kartalardan foydalana olmaysiz. Faqatgina shu частный adreslarda remont, uy balobatlar yo bo'lmasam salon krasоты qilib uyni ochib, ko'pchilik hozir Peterda moda bo'lgan uylarda salon krasоты ochib olishgan va ular davlatga налог to'lashmaydi, o'zlarining dokumenti yo'q, bularga o'zi jinoyat javobgarlikka torttirish kerak bunaqa ishlarni qilib yurganligini, chunki ularda hamma nimasi standartga javob bermaydi. Birinchidan ularda hech qanday litsenziyasi yo'q, davlatga налог to'lash kerak va sanstansiyaga ответ qaytarmaydi ularni, tozalikka rioya qilishmaydi. Gapirsak bu haqida gap ko'p. Biz o'zi zapret haqida gaplashayotgan edik. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, lishni suhbat kerak emas. Rossiya hududida zapret bo'lsanglar, короче, kirishga harakat qilmanglar. Kirganinglardan keyin baribir bilinib qolinadi. O'shaning uchun dokument ola olmaysizlar. Agar Rossiya hududiga kirmoqchi bo'lib bir marta ogohlantirish xati olgan bo'lsanglar, ya'ni 322-modda bilan sizlarni ogohlantiradi. Ya'ni Rossiya hududiga yana yashirincha kirmoqchi bo'lsang, 7 yildan qamalasidan boshlanishi 7 yil deb aytgan qog'oz olgan bo'lib, yana qanaqadir yo'l bilan kirgan bo'lsanglar, aniq qamalasizlar yoki bo'lmasam aniq 1 millionga tushasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qonunlarni yanada mukammal bilmoqchi bo'lsanglar, meni sahifamga obuna bo'lib qo'yib, agar video yoqqan bo'lsa, yurichani bosib qo'yinglar.